Assalomu alaykum ustozlar. Excel dasturida diagrammalar qurishga oid testlarning yechimini ko'ramiz. Microsoft Excel jadvalining A1 D2 diapazon katakchalari bloki berilgan. Bir katakchaning qiymati qanday bo'lganda A2 D2 katakchalar bloki asosida hosil qilingan diagramma ko'rinishi quyidagi rasmdagidek bo'lar edi deb savol qo'yilibdi. Bu yerdan bir-birimiz noma'lum bo'lyapti. Noma'lum qatnashmagan katakchaning qiymatini aniqlab olamiz dedik. Bu B2 katakchasida formula bir-biriga bog'liq emas ekan. Buni ochib olsak, D2 teng D1 o'rniga 100 ni yozamiz qiymatini. 100 bo'lingan bu yerda left sum funksiyasi S1 katakchaning qiymatini S1 katakchadagi raqamni chap tomondan ikkita belgisini ajratib oladi. Ya'ni 200 sonidan 20 sonini ajratib oladi. 20. Shuni ko'paytirishimiz kerak ekan. 0.3 ga. 100 ni 20 ga bo'lsak 5, 5 ni 0.3 ga ko'paytirsak 1.5. 1.5. Endi diagramma qurilganda ketma-ketligi asosan birinchi A2 ning qiymati birinchi bo'lagimiz, keyingisi B2 ning, bu yerda S2 ning, bu esa D2 ning qiymati bo'ladi. Shundan kelib chiqib B2 miz 30% bo'ladigan bo'lsa, 1,5 soni 30%, buning 20% 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni A2 dagi formulamizning qiymati 1 ga teng chiqishi kerak. Scott если deyapti, ya'ni sana A1 dan D1 diapazongacha bo'lgan qiymatlar ichidan 100 dan kattalarini 100 dan kattalari bizga bir dona bo'lishi kerak. O'zi bu yerda jadvalimizda 200 soni bor. Bir katakchamizning qiymati 100 dan katta bo'lmasligi kerak. Variantlardan kelsak, A1 ni qo'ya olmaymiz. Buni ham qo'ya olmaymiz. Demak, 100 yoki 50 sonni qo'yishimiz mumkin. Endi S2 ni ochadigan bo'lsak, S2 ning qiymati ham 1 ga teng bo'lishi kerak. 1 ga teng bo'lishi kerak. Buning uchun bu yerda zinak belgi, agar manfiy son bo'lsa -1, 0 bo'lsa 0 ni, musbat bo'lsa 1 ni qaytarib beradi. Demak, oldida -1 ko'payganligi uchun buning ichidagi qiymatimiz manfiy bo'lishi kerak. Ya'ni A1 dan B1 ni ayirganimizda manfiy son berish kerak. 50 ni qo'ysak, 50 ni 50 dan ayirsak 0 bo'lib qoladi. S2 ning qiymati shundan 0 ga teng bo'lib ketadi. 50 ni ololmas ekanmiz. Yagona variant bu yerda 100 varianti, ya'ni D javob to'g'ri bo'lar ekan. Navbatdagi testimiz ham shu ko'rinishida.
Endi bunda A1 noma'lum ekan. Bu yerda A1 qatnashmagan, B2 va D2 katakchalarning qiymatini hisoblab ko'rishimiz mumkin. B2 teng siloy butun qismi korin ildiz. B1 bilan D1 ni ko'paytirsak, ya'ni 9 kere 8 72, uni ildizdan chiqarsak 72 dan 8 butun nechidir chiqadi? Buning butun qismi 8 ga teng. 8 ga teng. D2 not I kub I kub B1'imiz 9 S1 plus D1 3 ni beradi. Qo'shishimiz kerak ekan. Ildiz ostida B1 dan D1 ni ayirsak 9 minus 8'imiz 1 deb beradi. Bularning I kubi 3 deb bersa, 1 deb qo'shamiz. 4. Ya'ni D2 ning qiymati 4 ni beryapti. Endi bo'laklarni ayirib oladigan bo'lsak, A2 B2 C2 D2. B2'miz 40%, D2 uning yarmi 20%, qiymat ham to'g'ri kelyapti. Endi shundan A1 da topishimiz uchun A2 katakchaning qiymatini hisoblaymiz. Bu 40% 8 ga, 20% 4 ga teng bo'lgandan keyin 25% 5 ga teng bo'ladi. Ya'ni 5 teng znak x desak, x plus S1'imiz minus 5 qo'shib yopamiz plus ildiz ostida x plus 9. Demak, bu znakning eng katta qiymati 1 ga teng bo'ladi. 1 ga teng bo'lishi uchun bu yerda 5 dan katta son 6, 7 va hokazo qo'yishimiz mumkin. Endi bu yerdagi qiymat 4 chiqib, bu esa 1 chiqishi kerak. Natija 5 bo'lishi uchun. Demak, bu 4 chiqishi uchun x ning qiymati 7 ga teng bo'lishi kerak ekan. X teng 7 da 16 bo'lib 4 qiymat beradi. Bu yer esa 1. Natija 5 ni beradi. S2 ni ham tekshirib ko'ramiz. S2 15%. Ya'ni 3 ga teng bo'lishi kerak. 3 ga teng S2 3 deb ishlasak, S2 teng Dilstir belgilar sonini hisoblaydi.
destir A1'ni 7 deb oldik. 7 ko'paygan 8 minus znak S1'ning qiymati -5 tenglik. Demak, bu yerda 7 kira 8 56, ikkita belgi bo'lganligi uchun 2 ni beradi. Endi -5 manfiy bo'lganligi uchun znak funksiyasidan -1 ni beradi. -1 bilan minus plus bo'lib ketib, +1 3 ga teng. Demak, x ning qiymati 7 ga tengligini ko'rishimiz mumkin ekan.